Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga ortiqcha vazn to'g'risida ma'lumot bermoqchiman. Bir hafta 10 kunlab ichi kelmaydigan, jigar faoliyatida o'zgarishlar bo'lgan insonlarga oshqozon ish faoliyati dimlanib qolishiga zo'r malhamimiz bor. Mana bunday mahsulotimiz tavsiya etmoqchiman. Bu jigar ish faoliyati, oshqozon, o'tqoq, qorto'loqni davolab beradi. Gepatoz, sirroz, fibrozni davolaydi. Bilirubin, ferment, xolesterinni me'yorlashtiradi. Mana bu esa shlak tozalaydi. Ortiqcha vaznni yo'qotadi, tiqilmalarni ochadi. Tiqilmani ochmas ekansiz, hech narsa yaxshi bo'lmaydi, inson yaxshi bo'lmaydi. Bu tiqilmani ochganingizda, shlak tozalaganingizda barcha turli kasalliklar ketadi. Ishlatilishini aytmoqchiman. Bu bir choy qoshiqdan 2 mahal och qoringa ertalab, kechqurun to'q qoringa ichiladi. Bu esa bir mahal kechqurun ovqatdan keyin ichiladi. Buni ishlatilishi mana olamiz bitta bakal, bir choy qoshiqini bakalga solamiz. Qaynoq suvga damlab qo'yamiz. İki soat tindirib qo'yamiz. 2 soatdan keyin suzib olib 200 gram suvda ichib olamiz. Qatiq aralashtirib ichsak ham bo'ladi. Ko'rsatib. Bir choy qoshiqdan bir stakan qatiq aralash tayyor qo'ydik mana. Buni ovqatdan ketsangiz allergiyalarni davolaydi, ichak-chelaklarni tozalab beradi, ham ozdiradi. Tabiiy, ximikalsiz, zararsiz tabiiy giyoh. Ishni yumshatadi. Juda ham foydasi katta. Ishlatib ko'ring, amalda natija bomba.